Tojikiston vakili Стил Житсу 3, дом 50. Дед с панорамы задымел косяк. Подруги танцуют сегодня как хотят. Много индики и пиво, пацаны висят. Стил Житсу 3, дом 50. Мои братья все летают, нет пусят. С утра ожидают, чё по новостям. Мне санят туда, бабки по частям. Стил Takedownga harakat. bermayapti. Yakubov aksincha o'z jangni parterga ko'chirishni uddaladi. To'p qo'yishga harakat qilib ko'radi. Mana bu yerda o'xshaydi. Lekin adashmasam burnidan qon oqayotgandi. Nafas olish qiyinlashishi ham mumkin. Juda qulay vaziyat, lekin qo'llarini o'tkazib oldi. Faqat bir masala bor, hali endi jang endi boshlandi. Hali hammada o'pka yaxshi. Yo'q, bermadi. Do'stlar, mana shu jangdan keyin yana bir jang bo'lib o'tadi. Ana o'sha jangdan so'ng asosiy kartga o'tamiz. Tirsak zarbasi Yakubov o'tkaza oldi. Yuqorida ham aytib o'tdim, Tojikistonda havaskor MMA juda yaxshi rivojlangan, jahonning yetakchilari qatorida e'tirof etiladi. Jarohat jiddiylashyapti. Va professional yo'nalishda ham ko'rdik. O'zingiz guvohiga aylandingiz. Bir nechta tojikistonlik jangchilar faoliyat yurityapti. O'ng qo'l juda ham kuchli zarbani o'tkazib yuboryapti Utemisov va menimcha referi aralashadimi? Hozircha yo'q. Hozircha himoyalanyapti. Biroz aktivlik bor, lekin aralashadi. Baribir aralashadi. Passiv himoya baribir o'z so'zini aytadi.